aerozollar. Bugun aerozollar mavzuyimizni ikkinchi qismini davom qilamiz. Aerozollar nimaligini, vazifalarini oldingi videomizda bilib olgan edik. Endi ulardan qanday foydalanish haqida ma'lumot beramiz. Oldindan uzr so'rayman. O'zbek tilida chiroyli gapirishga harakat qilaman. Xo'p, aerozollarning turi juda ko'p. Ulardan qanaqa foydalanamiz? Mana hozir qo'limda eng oddiysi. Buni tuzilishidan boshlaymiz и foydalanish usullarini o'rgataman. Вот, tuzilishi, вот крышка, вот og'izga soladigan joyi, bu dorisi, preparat. Bu hozir salbutamol, вот. Salbutamol. И bu podstavkasi. Вот ichida salbutamol turadigan joyi bor. Bu joyini og'izga, ya'ni labga soladigan joyi. Bitta вот. Видно? Teshik bor. O'rtada teshik bor. O'shandan mana bu dorimiz, preparatimiz chiqadi. Tuzilishini tushuntirdim. Bu dori podstavkasi и og'izga soladigan joyi. И крышкасы. Bunaqa turadi bu. Endi bundan qanaqa foydalanamiz? Bundan foydalanishdan oldin o'pkamizdagi havoni bitta chiqarib olamiz. Prям o'pkani ustiga, havoni ustiga emas, o'pkani o'ziga sepishimiz kerak. Uning uchun biz bitta выдох qilib olishimiz kerak. И buni chayqatish. Hammasi bir vaqtda tez bajariladigan holat. Bitta выдох qilib olamiz, o'pkamizdagi havoni chiqarib olamiz и aralashtirish preparatimizni. И og'izga soladigan joyi вот. Mana bu joyini og'izga lab bilan o'raymiz. Lablarimizni chetlari ochiq qolmasligi kerak. Mana bu joyimiz, вот og'izga soladigan joyimiz germechik bo'lishi kerak. Germechik вот. Lab bilan yaxshilab o'rab olishimiz kerak. Mana bu labimizni chetlari bilan yaxshilab siqishimiz kerak. Men hozir sekin-sekin maydalab tushuntiryapman. Bunga ko'p vaqt ketadi. Nu, bitta o'rganib olsak, buni tez bajarishimiz mumkin. Вот. Bosamiz, bosgandan keyin chuqur nafas tortamiz. Chunki bu o'pkamizga yetib borish kerak. O'pka bu yerda emas, pastga chegaralar, kindikkacha boradi. И вот так. Вот bosdik. Keyin og'izni ochamiz. Men hozir 20 sekund nafasimni ushlab turdim. Nafas olmadim ham, nafas chiqarmadim ham. Siz хотя бы 10 sekund ushlab turishingiz kerak. Nega? Bu preparat og'izni yo tomoqda dorisi emas. Bu o'pkani dorisi. O'pka pastki chegaralardan siqilib, nafas siqib keladi. Biz pastki bronxlarimiz, mayda bronxlarimiz siqilganda sezmaymiz. Qachon bizda главный bronxlar siqilganda voy, mana nafasim siqyapti, manda hansirayapti qilib pulmonolog mutaxassisligi borligini bilmaydiganlar terapevtimizga murojaat qiladi. Men tushunarli qilib tushuntirdim va davomi buni 10 sekund nega ushlab turishimiz? Вот, eplolsa 20 sekund. Qancha ko'p ushlab tursak, bu preparatimiz o'pkaga shuncha ko'p kapillarlardan so'rilib, qonimizdan so'rilib o'pkamizga boradi. Bronxlarni kengaytiradi. Xo'p, 10 sekund nega ushlab turganimni tushuntirdim va tortganda вот bosamiz-ku, salbutamolni bosamiz, tortganda gluboko до конца tortishimiz kerak. Lab uchida emas. Bemorlarimizga tushuntiramiz, вот 2-3 marta вот так tortadilar. Yo'q, unaqa emas. До конца bir marta gluboko oxirigacha tortishimiz kerak. Og'izni nafasi 10-20 sekund. Qancha ko'p ushlasak, вот boyam aytdim, qancha ko'p ushlasak, shuncha o'zimizga yordam bergan bo'lamiz. Va bu hozirgi salbutamolimiz 6-8 soat ishlaydi. Bir kunda 3 mahal, 4 mahalgacha maksimalni mumkin.
Nu, buni ko'rsatmalari, qarshi ko'rsatmalari bor va bunaqa sepadigan aerozollardan foydalanganda doim e, posle sepganimizdan keyin og'zimizni g'arg'ara qilib chayib tashlash kerak. Negaligini keyingi videolarimizda aytamiz. Sizga foydali ma'lumotlar, bizga obuna bo'ling va kuzatishda davom qiling.